Nega kitob o'qiyapmiz, zerikamiz? Bolalar, bizda qilinadigan eng katta xatolardan bittasi, tushunasizlarmi? Eng yaxshi ko'rgan narsamizga kitobni qarama-qarshi qilib qo'yishadi. Bekzod, o'zingiz ustingizda ishysizmi? Ha, har kuni kitob o'qiyman. Har kuni? Har kuni. 2 oydan keyin men ularga rahbar bo'laman. Nega kitob o'qiyapmiz, zerikamiz? Nega kitob o'qishni zerikali? Ba, to'xtanglar. Hozir bunga qaytamiz. Bundan oldin bitta savol bering. Nimaga kitobni ko'pchilik yomon ko'rib qolgan? Javob topganga ish kerak, javob. 2 qator o'qib nima? Yo'q, o'sha nimaga 2 qator o'qib uxlab qoladi? Yo'q, keling, to'xtang. Eshitinglar. Zerikish to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Men aytmoqchi, nimaga zerikamiz? 2 qator o'qib uxlab qolamiz. Nimaga uxlab qolamiz? Javob topiladi. Hozir savolimga e'tibor beringlar. Bu emas savolim. Savolim, nimaga ko'p yoshlar kitobni yomon ko'rib qolgan? Telefon kuchli. Noto'g'ri kitob o'qigan. Bu ham bitta variant. Topganga bo'pti 10 ming. Pulni 10 ming tadingiz? 10 ming tading yo'q ekan. 20 ming ekan. Topganga 20 ming. A? Qanaqa majburlashadi? Yaqinlashingiz, aniqroq qilingchi, bitta o'ylab ko'ringchi. Qanaqa majburlashadi? Bitta o'ylab ko'ringlar, maqolotga javob chiqsin. 7 ming, 8 mingdan qolib ketdinglar-da. Siz masalan xohlamaysiz o'sha narsani, u temani sizga yaxshi qiziqmas, lekin o'sha narsani o'rganishga o'qish kerak. Bular ham shu gapni aytdi, majburlashadi deyapti. Menga chuqurroq kirish kerak. Tushunolmagan kitob yana chuqurlashadi. Mana qaranglar. Yomon ko'rib qoladi deyapman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Zerikali bo'lib qoladi, o'qolmay qoladi emas. Yomon ko'rib qoladi. Krasavch, молодец. Bolalar, bizda qilinadigan eng katta xatolardan bittasi, biz eng yaxshi ko'rgan narsalarimiz. Voy, pulis ko'pmi deymi? Men esmadim. Bizani nima ko'pchilik kitob yomon ko'rib qoladi desa, eng yaxshi ko'rgan narsamizga kitob qo'yib qo'yishadi, bilasizlarmi? Kitob o'ynab turgan paytda kitob o'qimay, telefon o'ynamay kitob o'qisang bo'lmaydimi? Oyijon, o'rtoqlar mana futbol o'ynamoqchi edim. Uni o'rniga kitob o'qisang bo'lmaydimi? Tushunasizlarmi? Eng yaxshi ko'rgan narsamizga kitobni qarama-qarshi qilib qo'yishadi. O'zimizda ko'pincha katta xatolik. Shuning uchun ham bolalar, iltimos, bo'ldi, noto'g'ri gapirib qo'yishganmi? Iltimos, kitob yomon ko'rib qolmaylik. Kitob cho'tki narsa. Kitob o'qigan inson mazza qiladi. Men sizlarga javob beraman. Meni shu joyda turishimning katta sababi kitob. Chunki bu joyda turish uchun men shiqqilatmasligim kerak edi birinchi o'rinda. Ikkinchi marta. Bu joyda turishim uchun bolalar, menda katta duh bo'lish kerak edi. Katta duh mendan qayerdan kelgan? Katta lavozimda ishlagandan kelgan. Katta lavozimga meni shunchaki olishmagan bolalar. Aytishardi, Bekzod, o'zingiz ustingizda ishlaysizmi? Ha, har kuni kitob o'qiyman. Har kuni? Har kuni. Gap yo'q, keling. Siz men bu lavozimga kelasiz, men bu lavozimga taklif qilamiz. Voy, men bu lavozimga hali loyiq emasman, hali ko'p narsani bilmayman. Bekzod, agar siz aytayotgandek har kuni kitob o'qiydigan bo'lsangiz, shu yo'nalishdagi, shu lavozimga kitobini beramiz, o'qib o'rganib olasiz. Davay, bosing. Rahmat, bosaman. Cho'tki o'xshagan, alhamdulillah. Mendan oldin bitta katta kompaniyaning oboroти necha pul hozirga aytaman. Agar 600 ta bola o'qisa va $100 to'lasa necha pul bo'ladi? 600 ta bola o'qisa $100 Ha. 60 mingmi? Yo'q, 60 ming bo'ladi. 60 ming dollar oborot qiladigan kompaniya borlar. Oyiga, har oy. 1 yilda qancha bo'ladi? 720. Krasavchik. Yo'q, Точноmi? 10 oyda молодец, 720 ming. Oy 1 yilda 720 ming dollar qiladigan kompaniya. Men 4-5-odam bo'lib kelyapman. 1 2 3 4 5 odamlar bor. Men 4-yo 5-chi bo'lib odam bo'lib kelyapman. Ulardan 3 oy keyin. 2 oydan keyin men ularga rahbar bo'laman. 2 oydan keyin men ularga rahbar bo'laman. Nimaga? Chunki Bekzod bo'sh vaqtida telefon o'ynamasdi, Instagramga kirmasdi, Bekzod bo'sh vaqtda kitob o'qib o'tirganda rahbari ko'rardi. Va kitobdan xulosa olib to'g'ri qaror qilayotganini ko'rardi va o'shaning uchun Bekzod sizni bu rahbarlikka ko'rmoqchiman. Taklif qilaman. Qila olasizmi? Qila olaman. Bosing. Kelishdingmi bo'ldi? Kitob zo'r narsa. Sani yuksaltiradi kitob. Точно javob beraman shu gapimga.
shunchaki kitob o'qiyin, ha, tez bo'lib qolmaydi bolalar. Chunki men qo'rg'il bo'lib o'tirgan paytimda ham kitob o'qirdim. Oddiy ishchi, sotuvchi bo'lganimda ham kitob o'qirdim, qo'rg'il bo'lib o'tirganimda ham kitob o'qirdim. Bitada bo'lmaydi degan vaqt keladi bolalar. Vaqt keladi, kerakli inson bilan cho'tki bitta kitobdan olgan xulosam bilan bitta gaplashib qo'ysam, все, yetadi. Yo'q-ey, 5 oling, rahmat. Kelishasan, ketding, yo'ling ochiladi. Kitob o'qiganda zerikamiz, qaytaylik. Kitob o'qiganda nimaga zerikamiz? Tushunmagan. Eng birinchi raqamligi shu bo'ldi. Nimagaligini aytaymi? Kim 5-sinfgacha matematikani rost yaxshi ko'rgan? Mana. Nimaga bilasizlarmi? Chunki u paytda matematika qanaqa edi? Senda 2 ta olma bor, menda 2 ta olma bor. Senga bitta olma bersam nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. Olma yaxshi ko'rardik. 5-sinfdan keyin nima kirib keladi? X, Y. Nima u? Masalaga rostdan aytaman, bo'ldi, haligacha tushunmayman X, Y nimaligini. Tushunyapsizlarmi? Tushunmagan narsamiz bizani zeriktiradi va yoqtirmaydi. Yomon ko'rdirib qoladi. Tushunmagan narsamiz bizani yomon ko'rdirib qoladi. X, Y keladi, matematika tamom.